Hozir o'z telefonim batareykasi o'chib qolyapti. Chunki kamroq videolar bo'ladi. Vlogda kamroq bo'ladi bu safar vlog. Mana hayot hozir bir 30-70 bo'lib turibdi. Bugun 13-dekabr. Aziz bilan ertagali haykingga mevalar olgan chiqdik magazin. You said that the road to happiness was long enough. Hop, nima demoqchi edim? Gapim bor edi. It bo'ladigan joyi bu, gapim esimdan chiqib qoldi. Haykingga ketyapmiz bugun. Soat hozir 8 bo'lyapti. Kulib turishmi? Başta 8 bo'lyapti. Mana mashinamizni ko'rsat. Mashinamiz. Qolganiga Xohlasa zo'r bo'ladi, oxirigacha kuzatinglar. ijobiy qarang. Jamil uchun vlog disclaimer. Mana Aziz. There's one way we can fail. Let's just keep hiking. Let's plant our feet. Let's just keep hiking. Keep hiking. Barcham parilarga girdim nasab. Aytken sen menga qachon sevaman. Bu javob bermaysan nega? Hold my hand, baby. Keep hiking with me. O'zi qoidasi bo'yicha biz oldinga ketishimiz kerak. Orqadan xavf-xatar kelib qo'yadi. To'g'ri chiqib qolsam. Mana o'shaman. Xo'p, biz chiqishni boshladik. Farqi yo'q, mana Aziz ham oldinga o'tib ketdi. Sekin chiqamiz endi. Qiyin ekan, qorda ancha qiyin ekan. Hozir bunaqasiga chiqib bu tarafga chiqib ketamiz. Mazza. Wow. Wow, wow, wow. Boshingga You said the road to success was an impossible task qip-qizil. unless we had some sort of map. And I could feel it in my chest just as our feet begged us to rest. I think this just might be the end of that. But I said I trust we'll find to'xta. clearing. I'm trusting the trail. Shu tarafdan hozir unaqa yo'lga chiqib oldik. Bunaqasiga keldik. Quruq joyga chiqdik hozir. Baribir juda ham qiyin qoldi. Yomon panjara ekan. Xullas, odamlar mana o qiz marhabo degan qiz bilyalish shixol qo'yibdi. Biz menda to'xtadik hozir. Nimadir yeb olgani. Tak, sumkani ichi hammasi yemish. Bolalarga o'zimcha bilinmaydi. Почти yarimiga keldik. Desam hazillashaman-ku. No matter what we're feeling, there's one way we can fail. Let's just keep bunaqasiga chiqib turib bu tarafga ketamiz.
Xullas. O tepadagilar davomli chiqib ketgan, biz oxirida qolib ketgan. Xullas, mana yuqorida qalinligini o'lchab ko'rdim hozir. Qo'limni tiqib ko'rsam, yelkamgacha chiqdi. Rapunzel. Arqon tashlaydi. Oxirgidan bitta olinib bo'lib keldi. Конечно. Menga aytilmagan berishyapti. Xullas, mana biz Malichingan degan joyga yetib keldik наконец-то. Kriu bilan, tim bilan. Уже hamma kelib ovqatlanib ham bo'lishibdi. Bitta men endi yetib keldim. Qo'yatda bittasi o'tiribdi. Xullas, biz mana fotosessiya jarayonlari boshlandi. Bu Abror. Say hi. Asilbek, Aziz, Farangiz, Sayanku, Og'abek, Diyora, Ifora. Bu kim? Sister. Mahliyo. Cho'qqiga yetib kelganmiz. Hozir narsalar yeb oldik. Juda ham chiroyli. Nima deyishni bilmayman, tasvirlashni. Hozir o'z telefonim batareykasi o'chib qolyapti. Shunga kamroq videolar bo'ladi. Vlogda kamroq bo'ladi bu safar vlog. Mana ham fotosessiya qilyapti. Bu manzara. Oppalar 4-marta chiqishlarimmi? Ha, boron shunaqa qilishlar. 4-marta, 1-marta. Shunaqa qilishlar. Раз, два, три. Ketdi. Pastga ketib qolardi.
Mana hayot hozir bir 30-70 bo'lib turibdi. Bitta neto qadam qo'ysa ketdi-da. Qolganlar уже yetib olishdi. Ana, ketdim o'qiz. Sekin. Sanku. Nega? Techatingiz bormi? Burnida. Gdzie mam joy sirpanchiq ekan, Azina mana bunaqa verovka bor ekan. Aziz meni qutqarmoqchi. O, Sayanku. Xullas, tushib ketyapmiz. Ha, yarim soatcha menimcha. Уже почти tushdik-ku. Уже yarim soat bo'ldi. Почти tushdik, hozir yomg'ir yog'yapti. Yaxshi tushganimizda bo'ldi. Biz mashinamizga va nihoyat yetib keldik. Qadam tushyapti. Mana bu kelib qopdimi? Mana mashinamiz. Oy. Ana kelganlar o'tirishibdi. Kamerama sahraliga e'tibor bermaysizlar. Tushdik hozir qaytib, 4:30 bo'ldi soat. Shu bilan tugadi hiking. Hozir qolganlar kutib turibmiz. Jamila, mana siz uchun hiking. Mana orqada hiking qilib kelganlar.